alaykum. Men Respublika ixtisoslashtirilgan travmatologiya va ortopediya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi birinchi umumiy ortopediya bo'limini vrach-travmatolog ortopedi Rahmatullayev Xayrulla bo'laman. Hozir bolalarda ortopedik kasalliklar davolanishida bolalarni parvarishlash haqida gapirib o'tmoqchiman. Avvalambor bolalar ortopediyada eng ko'p uchraydigan ortopedik kasalliklar bu tug'ma son suyagini chiqishi va displaziyasi, tug'ma maymoqlik va bo'yin qiyshiqligi bo'lib, ularni davolash uzoq muddat talab etadi. Ayniqsa bolalarda son suyagini tug'ma chiqishi bolalar konservativ va operativ davolangan paytida gips bog'lamida bo'lgani uchun bolani o'sha gips bog'lamida parvarish qilish katta ahamiyat kasb etadi. Bolalar statsionar sharoitida yoki ambulator sharoitda konservativ davolanadimi yoki operativ davolanadimi, gips bog'lami ma'lum bir muddatga qo'yiladi. Ya'ni konservativ davolanganda bolalarda 3 oy muddatga gips bog'lami qo'yiladi. Operativ davolanganda 1 oydan 1,5 oygacha gips bog'lami qo'yiladi. Mana shu davrda ota-onalar tomonidan bolalarni va bolalarga qo'yilgan gips bog'lamini nazorat qilib parvarish qilish katta ahamiyatga ega hisoblanadi. Konservativ davolanganda bolaga 3 oy gips qo'ygandan keyin bu gips holatida bola kam harakat bo'ladi. O'tirish va yotish holatlari qiyin bo'lgani uchun uni parvarish qilish ahamiyati katta. Ayniqsa operativ davolangan bemorlarda gips bog'lamini nazorat qilishda shu narsalarga e'tibor berish kerakki, ayniqsa yotadigan joyi tekis bo'lishi kerak, ya'ni yoki ortopedik matras tushaklardan yoki kravatni tekis holatga keltirib yotqizish kerak bo'ladi. Bu nimaga kerak bo'ladi? Bu gips bog'lamini sinib qolmasligi uchun. Biz operativ davolangandan keyin suyak bo'laklarini bitishi va suyak bo'laklarini joyida bo'g'imda yaxshi joylashib rivojlanib ketishi uchun gips fiksatsiyasi, gipsda ushlab turish asosiy o'rin tutgani uchun gips sinib qolmasligi kerak. Mana shu maqsadda tekis joy talab qilinadi. Mana shu tekis joyda bola tepaga qarab yotish tavsiya etiladi. Lekin tepaga qarab yotgan paytida bemorni bel qismlarida, bel dumg'aza qismlarida yotoq yaralar kelib chiqishi mumkin. Mana shu yotoq yaralar kelib chiqmasligi uchun bolalar vaqti bilan qorin qismiga aylantirib o'girilib turilishi kerak bo'ladi. Gips davrida bo'lganda bemorlarni fiziologik ajratmalari ayniqsa murakkab holatga kelgani uchun mana shu gipsni toza saqlashga katta ahamiyat berish kerak. Agar toza saqlamay uni o'sha fiziologik ajratmalari gips ostiga kirib yoki operatsion jarohat sohaga yoki terilariga nojo'ya ta'sir bo'lsa, u sohalarda yo yarani yallig'lanish holatlari yoki terini yallig'lanish va ifloslanish holatlariga olib kelishi mumkin. Mana shu holatlarda vaqtida tagliklarini vaqtida almashtirib turish tavsiya etiladi. Vaqtida o'sha ichi kelishi va yoki peshob ajratishini nazorat qilib turishga ahamiyat berish kerak. Mana shu uzoq muddat yotoq tartibida bo'lgani uchun yengil hazm bo'ladigan ovqatlardan foydalanish, iste'mol qilish tavsiya etiladi. Bundan tashqari gips bog'lamini nazorat qilib turganda o'sha gips bog'lamini siqib qolganmi yoki siqib qolmaganlik holatlarini ham nazorat qilib turish kerak. Mana shu holatlar kuzatilganda darhol davolovchi vrach ortopedga murojaat qilishligi tavsiya etiladi. Operatsiyadan keyin bemorlar gips bog'lamida uzoq muddat bir holatda yotishi talab etiladi. Mana shu yotganda bemorning orqa tomoni ezilishdan saqlab qolish uchun bemorni qorin qismiga aylantirib o'tish, vaqti bilan aylantirib turish ota-onalarga tavsiya etiladi. Va bu aylantirib o'tishda bir odam
qiyinchilik bo'lgani uchun yordamchi kerak bo'ladi. Mana bunday holatda aylantirib bemor yotqiziladi. Bemor qorin qismiga aylantirilgandan keyin operatsiya bo'lgan oyog'ini barmoqlari siqilib qolmasligi uchun maxsus ko'tarib qo'yish uchun maxsus yostiqchalar yoki sochiqni taxlab yoki bolishchalardan foydalanish mumkin bo'ladi. Mana shu aylantirib qo'yilgandan keyin ma'lum bir yotish davrida gipsda botadigan va siqiladigan joylarini silab uqalash mashqlarini o'tkazish tavsiya etiladi. Bemor ma'lum bir muddat mana shu holatda yotgandan keyin yana o'z holiga orqa qismiga aylantirish tavsiya etiladi. Yana o'z holiga aylantirib qo'yish uchun bizga yana yordamchi kerak bo'ladi. Bemorni yotishi uchun, bir tekisda yotishi uchun mana shu holat tavsiya etiladi. Bolalar ortopedik kasalliklar ichida yana bir uzoq muddat parvarish talab qiladigan bemorlar bu bolalarda mana shu har xil oyoq kaltaliklari, oyoq deformatsiyalarida operativ davolanganda qo'llaniladigan Elizarf apparatini parvarishlash hisoblanadi. Mana shu Elizarf apparati o'rnatilgan bemorlarda qaysi maqsadda qo'yilishiga qarab 2-3 oydan 6-9 oygacha Elizarf apparati o'rnatilib turishi mumkin. Mana shu paytlarda o'rnatilgan spitsalarni atrofini parvarishlash ahamiyat kasb etadi. Bu nima uchun shunday qilinadi? Bu spitsalar suyakdan o'tgani uchun va mana shu paytda yallig'lanishni oldini olish, suyaklarda yallig'lanish jarayonini oldini olish maqsadida har kuni bog'lamlarini almashtirib turish tavsiya etiladi. Bu statsionarda 10 kundan 2 haftagacha davolanib chiqib ketgandan keyin bemorlarni uy sharoitida, ambulator sharoitida, poliklinika sharoitlarida mana shu bog'lamni almashtirib turish tavsiya etiladi. Bo'g'imlarda harakat cheklanib qolishini oldini olish maqsadida bo'g'imlarda aktiv va passiv harakatlarni amalga oshirish ota-onalarga tushuntiriladi. Elizarf apparati o'rnatilgandan keyin har kuni bemorlarda mana shu jarayon amalga oshirilgandan keyin bemorlarni holatini ham o'zgartirib turish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Bemorlar yonboshga yotqizilishi kerak bo'ladi yoki orqaga qarab yotishga ruxsat beriladi. Bundan tashqari bemorlar Elizarf apparati o'rnatilgan bemorlarni bir yana qulay tomoni shundaki, bemorlar mustaqil yoki qo'ltiq tayoq yordamida ham yurishi mumkin bo'ladi. Mana shu yurish davridan oldin bemorlarda tizza harakatini, masalan, tizza harakati ochiq holatlarida tizza harakatida bo'g'imni ishlatish mashqlari amalga oshirib turilishi kerak. Bu nimaga amalga oshiriladi? Chunki uzoq muddat Elizarf apparatida o'rnatilgandan keyin bo'g'imlarda kontrakturalar, ya'ni bo'g'im harakatini cheklanish holatlari bo'lishi mumkin. Mana shu holatlarda bo'g'imni ishlatish mashqlari amalga oshiriladi. Sutka davomida ota-onalar tomonidan mana shunday harakatlar amalga oshirib turiladi. Bundan tashqari chanoqson bo'g'imida harakatlar amalga oshiriladi. Bemorlarda operatsiyadan keyingi reabilitatsiya davrida 1 oy yoki 3 oy muddatda gips bog'lamini yechilgandan keyin bo'g'imlarda, oyoq bo'g'imlarida har xil harakatlarni cheklanish, ya'ni kontrakturalar bo'lgani uchun asosiy maqsadimiz mana shu bo'g'imlarda harakatlarni tiklash mashqlarini amalga oshirish hisoblanadi. Bunda bemorlar statsionar sharoitida yotib davolovchi gimnastika mashqlarini o'tkazuvchi mutaxassisi tomonidan amalga oshirilgandan keyin uy sharoitida amalga oshirilishi kerak bo'lgan ayrim bir mashqlar bo'ladi. Mana shu mashqlarni biz hozir ko'rsatib o'tamiz. Asosiy mashqlar bu tizza bo'g'imida harakatlarni tiklovchi mashqlar, chanoqson bo'g'imida harakatlarni tiklovchi mashqlardan iborat bo'ladi.
va oyoq panjasidagi boldir panja bo'g'imidagi mashqlar amalga oshiriladi. Bunda bemor yo o'zi amalga oshiradi, ya'ni aktiv amalga oshiradi yoki mutaxassis tomonidan amalga oshirilishi mumkin. Chanoqson bo'g'imidagi harakatlar asosan gips bog'lamidan keyingi tiklovchi mashqlar, chanoqson bo'g'imini harakatida ochish mashqlari, chanoqson bo'g'imini bukish harakatlari. Bundan tashqari tizza bo'g'imida bukish va yozish harakatlarini amalga oshirish kerak bo'ladi. Boldir panja bo'g'imida ham bukish va yozish harakatlarini amalga oshirish talab etiladi. Bunda bemorlar yo o'zi amalga oshiradi yoki mutaxassis tomonidan amalga oshiriladi. Bu harakatlar bemor tekis joyda yotgan holatda amalga oshiriladi va bu bemorlar kunni faol davrida 5-6 mahal 10-15 martadan amalga oshiriladi. Masalan, chanoqson bo'g'imida bukish harakati 10 marta yoki 15 marta amalga oshirilsa, ochish harakati ham 10-15 marta amalga oshiriladi. Bundan tashqari tizza bo'g'imida 10-15 marta bukish harakatlari amalga oshirilsa, yozish harakatlari ham mana shu miqdorda amalga oshiriladi. Bundan tashqari boldir panja bo'g'imidagi harakatlar. Yana qo'shimcha qilib shuni aytishimiz mumkinki, bemorlar faqat tepaga qarab yotgan holatda emas, qorniga o'girilgan holatda ham mana shu harakatlarni amalga oshirishi mumkin bo'ladi. Bunda bemorlarni qorin tomonga aylantirib o'tishda qo'shimchasiga yo bemorni o'zi yordamida yoki qo'shimcha yordamchi yordamida amalga oshirish mumkin bo'ladi. Bemor qorniga yotgan holatda ham tizzada mana bukish harakatlari amalga oshiriladi yoki chanoqson bo'g'imida harakatlar va boldir panja bo'g'imidagi harakatlar. Tizzada bukish harakatlari amalga oshirilganda tizzani ma'lum bir muddatda bukilgandan keyin erishilgan natijani, erishilgan bukish darajasini saqlab qolish maqsadida maxsus yostiqchalar yoki mana bunday taxlangan materiallardan foydalanib, mana shu erishilgan natijani ushlab turish maqsadida shu oyoq tagiga qo'yib qo'yiladi va keyin kelgan joydan mana shu harakatni bukish yana davom ettirilaveradi. Bu bemorlarga ham va harakatni tiklayotgan mutaxassisga ham qulay hisoblanadi.